Assalomu alaykum hurmatli fermerlar. Mana g'alla mavsumini yakunlab, paxta mavsumiga o'tyapmiz. Paxta maydonlarida eng muammoli narsa bu begona o'tlar. Qo'limdagi preparat SX Super paxta maydonlaridagi boshoqli begona o'tlarga qarshi yaxshi samara beradi. Ayniqsa, ajriq begona o'tiga zo'r samara beradi. Bu preparatimiz Grasidim 12%. Paxta maydonlarida ko'p yillik begona o'tlar, qamish, g'umoyga bir necha yillardan beri yaxshi samara berib kelyapti. Esport Pro 23% preparatimiz bozorda yangilik hisoblanadi. SX Super hamda Grasidim preparatlarining qo'shilgani hisoblanadi. Bu degani paxta maydonidagi barcha boshoqli begona o'tlar, ajriq, g'umoy, shamaq, qamish hammasiga yaxshi samara beradi. Buni hozir Surxondaryoda birinchi bo'lib Sherobod tumanida 16 aprel sanasi sinab ko'ramiz. Sinovdan muvaffaqiyatli o'tsa, qolgan fermerlarga ham tavsiya qilamiz.